Limon. Ajoyib meva. Xo'sh, buni anesteziologiya reanimatsiya bilan nima bog'liqlik tarafi bor? Bunga to'xtalib o'tamiz. Faqat avvalambor boshqa narsalarni aytib o'tishim kerak. Anesteziologiyada va intensiv terapiyada bizni har doim bitta sovuq savol kutib o'tiradi. Xo'p, bemorni operatsion stolga yotqizdik, induksiya qildik. Intubatsiya qila olmasak-chi? Kutilmagan qiyin havo yo'li bu har doim anesteziolog reanimatologlarni qiyin ahvolga soladigan holat hisoblanadi. Bu shifokorni mahoratiga faqat bog'liq bo'lgan jarayon emas. Bu vaqt bilan kurashishni imtihoni hisoblanadi. Chunki bu kritik nuqtada xato qilish qayerda, qachon to'xtashni bilmaslik bilan boshlanadi. Masalan, qilib yuribman avvalam, ko'p qilganmiz bu ishni. Intubatsiya, minglab intubatsiya qilganmiz, yuzlab intubatsiya qilganmiz. Shunchasini qilib, shuni qila olmaymanmi degan ego bilan, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni ortiqchaligi bilan ham desak bo'ladi, yuzaga keladigan holat. Birinchi marta qilib ko'rdim, ikkinchi marta qilib ko'rdim, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi to'xtamay hozir qila olaman buni degan ketma-ket muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin bemorni yo'qotib qo'yish xavfi bor. Buni bilish uchun algoritmlarni yaxshi bilish kerak. Assalomu alaykum, bu Timur Ashurov Medical kanali. Bugun biz Difficult Airway Society, ya'ni DAC ning eng oxirgi protokollari asosida, eng oxirgi standartlari asosida, o'zimizni reanimatsion standartlarimiz asosida qiyin havo yo'lini boshqarishning ketma-ketligini, bosqichlarini siz bilan tahlil qilib chiqamiz. Agar siz bunga ruhan tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Demak, boshida aytib o'tganim mana bu limon nima daxli bor bizning mavzuyimiz bilan? Inqirozli holatga to'satdan tushib qolmaslik uchun, qiyin havo yo'lini tahlil qilishimiz uchun bemorni biz oldindan ko'rgan bo'lishimiz kerak va havo yo'lini baholashimiz kerak bo'ladi. Lekin har bir bemor imkon qadar lemon L E M O va N shkalasi bo'yicha filtrdan o'tkazilishi shart. L bu look, ya'ni tashqi anatomik xususiyatlar, ko'rinish, tashqi anatomik xususiyatlar, jag'ning, kalla yuz shaklining, bo'yinning qisqaligi. E evaluate, 3-3-2 qoidasi bu og'izning ochilishi, iyak til suyagi hamda til suyagi va halqum orasidagi masofa hisoblanadi. M bu malampatiya sinovasi, tomoq vizualizatsiyasi va til ildizining anatomik nisbati hisoblanadi. O obstruction, ya'ni yuqori nafas yo'llaridagi har qanday mexanik to'siq, shishlar, o'smalar, gematomalar bo'lishi mumkin ular. Va N neck mobility, ya'ni bo'yinning harakatchanligi. Bo'yin umurtqalarining harakatchanligi cheklanganligi yoki cheklanmaganligini tekshirish. Mana shu Lemon shkalasi deyiladi. Biz mana shu asosda baholashimiz kerak bo'ladi. Agar ushbu mezonlar bizni qiyin havo yo'lidan dalolat berib turadigan bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz induksiyadan avval barcha zaxira rejalarimizni tayyorlab qo'yamiz. Biroq DAC yo'riqnomasi bizni aynan kutilmagan, ya'ni prognoz qilinmagan qiyin havo yo'llarida qanday harakat qilishni o'rgatadi. Agar monitoring ostida tezkor ketma-ketlikdagi induksiya dori vositalari etamidat yoki ketamin yoki roni yuborildi, klinik zanjirning birinchi halqasi plan A ishga tushadi. Plan A nima? A reja nima bu? Traxeal intubatsiya va urinishlarning qat'iy cheklovi. Bu
A rejaning asosiy maqsadi bu to'g'ri va optimal laringoskopiya orqali traxeani intubatsiya qilish. Bu bosqichda zamonaviy standartlar bo'yicha bizning asosiy qurolimiz videolaringoskopiyadir. Eng fundamental talab bu urinishlar sonidagi qat'iy cheklov. Laringoskopiya uchun maksimal 3 marta urinishga ruxsat beriladi. Agar faqatgina sizning yoningizda tajribali va yuqori malakali ustozlaringiz, mutaxassislar yordamga keladigan bo'lsa, qo'shimcha 1 marta urinishga ruxsat beriladi. Ya'ni 3+1 qoidasi. Eng muhim jihat, har bir urinish muvaffaqiyatsiz bo'lganda biz shunchaki laringoskopiyani qayta o'tkazmasdan intubatsiya usulini o'zgartirishimiz, klinokni almashtirishimiz, ya'ni laringoskop pichog'ini almashtirishimiz, burish burchagini to'g'irlashimiz yoki bujlardan foydalanishimiz va har bir urinishlar orasida bemorni majburiy ravishda 100% kislorod bilan qayta reoksigenatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Agarda 3+1 ya'ni tugasa, ya'ni cheklovlarimiz tugasa, lekin biz intubatsiyani amalga oshira olmasak, albatta biz B reja bo'lishi kerak. Biz vaqt yo'qotmasdan ventilyatsiyani barqaror ushlab turish uchun B rejaga o'tamiz. B reja bu supraglottik moslamalar va bular asosida ventilyatsiyani saqlash. Esda tuting, B rejaning maqsadi har qanday usulda bo'lsa ham intubatsiya qilish emas, balki bemor hayotini saqlab turuvchi oksigenatsiyani ta'minlashdir. Biz bilan ikkinchi marta ya'ni plan B ga o'tgan vaqtimizda ikkinchi avlod supraglottik moslamasi, ya'ni laringeal niqoblarni, LMA'larni kiritamiz. LMA kiritish uchun ham sizda vaqt yo'q, maksimal 2 marta urinishga ruxsat beriladi. Endi anatomik nomutanosibliklar kuzatilayotgan bemorlarda ba'zan laringeal maskalarni o'rnatishda xatoliklar yoki muvaffaqiyatsiz urinishlar kuzatilishi mumkin. Agar laringeal niqob orqali o'pka ventilyatsiyasi muvaffaqiyatli tiklansa, vaziyat vaqtincha barqarorlashadi. Bizda keyingi klinik taktikani o'ylash uchun vaqt paydo bo'ladi. Ya'ni muolajani shu holatda davom ettirish yoki bemorni uyg'otish masalasini hal qilamiz. Hozirgi kunda o'sha laringeal maskalarni yangi avlodlari ham chiqqan, o'sha trubkalarni kechirasizlar, o'sha havo yo'li o'tkaziladigan trubkasi biroz kattaroq laringeal maskalar, bularni orasidan aynan intubatsion trubkalar 5,5-6 razmerli intubatsion trubkalar o'tishi mumkin va bularni ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ammo eng og'ir ssenariyni tasavvur qiling. Agar laringeal niqob o'rnatdingiz, lekin ko'krak qafasi baribir ko'tarilmayapti. Ya'ni ko'krak qafasida hech qanaqa ekskursiya yo'q. Kapnografiya yo'q. Kapnografiyada to'lqin yo'q. Saturatsiya pasayishda davom etyapti. Bunda nima qilamiz? Zanjir uzilmasligi kerak. Ketma-ketlik uzilmasligi kerak. C rejaga o'tamiz. C reja nimadan iborat? Bu niqobli ventilyatsiya. Laringoskopiya muvaffaqiyatsiz bo'ldi, supraglottik moslamalar natija bermadi. Bizda C reja bor. Ya'ni maska yordamida o'pkani jadal ventilyatsiya qilishga o'tamiz. Bu bizning eng oxirgi neytral filtrimiz hisoblanadi. DAC talabiga qat'iy binoan bu kritik bosqichda ventilyatsiya individual emas, balki majburiy ravishda 2 kishidan havo yo'lini o'tkazgich kanallari, Gödel kanali, ya'ni vazohovodlar, o'zimizning tilda eng keng qo'llanilgan nomida aytadigan bo'lsak, vazohovodlar kiritilgan holda jag'ni maksimal ko'targan holatda bir kishi ushlab turadi, ikkinchi kishi ambu qoplari bilan ventilyatsiya qiladi yoki IVL apparati bilan yoki narkoz apparatlari bilan ventilyatsiya qilinadi. Agar mana shu 3 ta filtr, plan A, plan B va plan C barbod bo'lsa va bemor saturatsiyasi 80% dan past bo'lsa, biz rasman CICV, ya'ni can intubate, can ventilate, ya'ni intubatsiya ham qilib bo'lmaydigan, ventilyatsiya ham qilib bo'lmaydigan krizisni e'lon qilamiz. Bu vaziyatda anesteziologni ikkilanishga, laringoskopni qayta qo'lga olishga haqqi yo'q. Atigi soniyalar qoldi. Biz to'g'ri yo'lda
borishimiz uchun to'g'ridan-to'g'ri D rejaga, ya'ni invaziv bosqichni amalga oshirishga majburmiz. D reja bu antiokni qo'rquv va asfiksiya ustidan oxirgi urinishi va oxirgi oxir-oqibat g'alabasi bo'lishi kerak. Biz og'iz orqali tomoq ichidan, ichki tarafdan vizualizatsiya qilishni, urinishlarni to'xtatishimiz va bo'yinni oldingi yuzasidan favqulodda shoshilinch jarrohlik yo'lini ochishimiz kerak. Kornikotomiya amaliyotini amalga oshirishimiz kerak. DAC 2025-yilgi oltin standarti bo'yicha skalpel bo'ch tub, ya'ni skalpel, bo'j va naycha texnikasi soniyalar ichida sovuqqonlik bilan bajarilishi kerak. Bemorning bo'yni orqaga maksimal yoziladi. Barmoq uchi bilan qalqonsimon tog'ay va uzuksimon tog'ay orasidagi krikotiroid membrana tezkorlik bilan aniqlanadi va skalpel pichog'i bilan membrana sohasiga ko'ndalang gorizontal kesim amalga oshiriladi va bo'j va naycha kesim ichiga jarrohlik bo'ji, ya'ni traxeya ichiga yo'naltirib kiritiladi va u orqali trubka, olti razmerli trubka ko'proq mos keladi. Endotraxeal naycha traxeyaga kiritiladi hamda manjetkasi shishiriladi. Urinish bajarilishi bilanoq o'pka darhol 100% kislorod bilan jadal ventilyatsiya qilinishi shart. Post krizis monitoring, ya'ni kriz o'tdi, krizisni biz to'g'ri boshqara oldik va krizisni to'g'ri boshqarganimizdan keyin post reanimatsion standartlar bor. Ya'ni havo yo'li jarrohligi bilan ochilib, nafas tiklandimi? Biz bemor monitoringini barqarorlashtirish uchun darhol o'zimizga post reanimatsion mezonlarimizga qaytamiz. Kapnografiya naychaning aniq traxeada ekanligini uzluksiz tasdiqlashda hamda o'pka karbonat angidrid darajasini, ya'ni o'pkadan chiqayotgan karbonat angidrid darajasini 35-40 mm simov ustuni oralig'ida ekanligini aniqlash. Ikkinchisi gemodinamika. Bu miya va hayotiy organlar perfuziyasini saqlash, o'rtacha arterial bosim ko'rsatkichlarini 80-90 mm simov ustunida ushlab turish hisoblanadi. Oksigenatsiya bu saturatsiya ko'rsatkichini giperaksiyani salbiy oqibatlariga yo'l qo'ymagan holatda 94-98% oralig'ida ushlab turish kerak bo'ladi. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, qiyin havo yo'li bu fojia. Lekin boshqa tarafdan oladigan bo'lsa, biz qonun qoidalarini to'g'ri biladigan bo'lsak va vaziyatga sovuqqonlik bilan yondashadigan bo'lsak, bu shunchaki oldindan tayyorlangan klinik rejalarning ketma-ketlik imtihoni. Biz bularni hozir bilib olamiz. Boshimizga tushmasin, tushadigan bo'lsa, bu ketma-ketliklarni mana shu asosda amalga oshiramiz. Kutilmagan og'ir vaziyatda urinishlarni vaqtida to'xtatishni bilish va algoritm bo'yicha keyingi planga o'ta olish bemor hayotini saqlab qolishning yagona kafolati hisoblanadi. Siz bilan Temur Ashurov bo'ldi. Algoritmlarga tayanib ishlang, sovuqqonlikni saqlang va har bir soniyani qadrlang. Salomat bo'ling. Video oxirida bir iltimos bilan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Kommentariyalarda keyingi mavzu qanaqa bo'lishi kerakligi, sizlarni ko'proq nima qiziqtiradi, shular asosida bo'lishi amalga oshiramiz, sizlarning tavsiyalaringiz asosida. Va yana bitta narsa so'rovnoma o'tkazmoqchiman. Ko'proq tibbiyot xodimlariga yo'naltirilgan bo'lyapti mavzularimiz. Boshqa kasb egalari, umuman oddiy xalq uchun, shifokor bo'lmagan xalq uchun ham yo'naltirilgan tibbiyotga oid bo'lgan videolarni kutasizmi? Kutsangiz, ular qanday bo'lishi kerak? Sog' salomat bo'ling.